Baxtsiz hodisa tufayli ikkala oyog'im ham kuydi. Hammaga assalomu alaykum. Va nihoyat 20 kun o'tib o'zimga kelganimdan so'ng 20 kun yo'qolib qolgan sababimni tushuntirmoqchiman. 25 dekabr kuni shu baxtsiz hodisa tufayli ishxonada issiq suv to'kilib ketib, ikkala oyog'im ham kuydi va shu sababli 20 kundan beri больницада lecheniyada edim. Hozir mana bemalol sizlar bilan gaplashish va muloqotga chiqishga qaror qildim. Rufina kurslarimni ham davom ettirmoqchiman. Ya'ni уже men bemalol darslarimizni davom ettirib, oyidagi bo'lib o'tadigan 105 PBT topikka kurslarimni ochmoqchiman. Ya'ni qachondan deydigan bo'lsanglar, bir hafta davomida ikkita dona gruppaga hozir imkonim bor. 3 tadan 4 tagacha talabalarni olaman. Individualga 5 ta talaba olishim mumkin. Hozircha shu holat o'zimga to'g'ri keladi. No, xavotir olmanglar. Anchagina vaqtlarim bemalol bo'lganligi uchun ko'proq talaba olib, qiziqarli, maroqli vaqtlarni o'tkazish uchun va topikka astoydil tayyorlash uchun bemalol yozilsanglar bo'ladi. Rufina Study kanalimga ulab olgan holatda mani prayslarim plus bizlarning darslarni raspисаниесini ko'rib chiqsanglar bo'ladi.